Tezimiz yil 2017-yil 96.000 kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Probeglar halol deyishyapti. Kraskalari polniy radnoy. Yo'lchasida petnocha bor dedilar, ozgina. Polniy kerakli joylari shumka qilib qo'yilgan ekan. Mashinaga 4 ta karmetal, 4 ta yumshoq balonlar ham qo'yib qo'yilgan mana. Tonirovka ruxsatlargacha olib qo'yilgan ekan. Mana eshiklar, o'zingiz ko'ringlar. Pullar barcha zo'r turibdi. Oralarga letlar ham ustiga qilib qo'yilgan ekan. Mana bunaqa ausiya nomerchalarda salon holatlarini ko'rsatadigan bo'lsam. Mana arshivkalar qirilib, chizilib ketmagan, yaxshi holatda turibdi. Mana salonlari. Pioner maytfollar ham qo'yilgan. Yaxshi chexollar ham qo'yilgan ekan, evakor polilar. Mashinadan shunaqa приятный aromat hidi kelib turibdi. Uncha-muncha emas. Mashinaga kamya metan ham o'stirib qo'yilgan ekan mana. Mana bu chiroq uncha-muncha Matizda yonmaydi. Mashinamizga любой dokument ham bo'lar ekan. Mana nomercham o'ziga o'tadi inshaalloh. Mashinamizning narxi 5400. Yana bizning nomimizdan chiqsanglar, kelishtirib berar ekanlar.